Agarda kunni o'rta qismida qilinsa, homiladorlik bo'lsa ham homiladorlik yo'q deb chiqarib berishi mumkin. Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Men Go'zal Ahrarovna, 15 yillik tajribaga ega ginekologman. Hozirgi kunda ko'pchilik ayollarimiz homiladorlikni aniqlash uchun turli xil testlardan foydalanib, noto'g'ri natijaga ishonib qolishmoqda. Shuning uchun men sizlarga bu videoni tayyorladim. Qanday qilib testni to'g'ri o'tkazish yoki bo'lmasam homiladorlikni qanday qilib aniqlash usullari haqida bugun tushuntirib beraman. Ya'ni bu video orqali siz homiladorlik bor yoki yo'qligini 100% bilib olsangiz bo'ladi. Homiladorlik bor yo'qligini qanday aniqlasa bo'ladi? Birinchisi bu hamma ayollarimiz qiladigan oddiy homiladorlik testi. Homiladorlik testi 90% to'g'ri qilinsagina natija beradi. Buni qanday qilib o'tkazish mumkin? Homiladorlik testini kunni erta qismida, ya'ni uyqudan turgandan keyin ayollarimiz ertalabki sidigiga bu testni o'tkazishlari lozim. Bu testni o'tkazayotgan paytda homiladorlik testini ochilgan zahoti sirazi qilinishi kerak. Ochilgandan so'ng uni 2-3 soat qo'yib qilinsa, bu ham noto'g'ri natija beradi. Sababi testdagi namlik o'zgargani hisobiga qilingan test noto'g'ri natija berishi mumkin. Ertalabki sidigiga qilinishning sababi kun davomida ayol kishini o'sha homiladorlik gormoni qonda yig'ilib CD orqali chiqadi va ertalabki CDgida to'yinib chiqqanligi uchun bu natija to'g'ri hisoblanadi. Agarda kunni o'rta qismida qilinsa, homiladorlik bo'lsa ham homiladorlik yo'q deb chiqarib berishi mumkin. Bu birinchi usul hisoblanadi. Birinchi usulda ko'pchilik ayollarimiz qanday xatolar qilishadi? Ko'pincha yosh kelinchaklarimiz homiladorligini erta bilishmoqchi bo'lib, ko'pincha jinsiy aloqadan keyin homiladorlik testini o'tkazishadi. Bu mutlaqo noto'g'ri. Jinsiy aloqadan so'ng qilingan homiladorlik testi albatta manfiy natija beradi. Va bundan tashqari yuqorida sanab o'tganimdek kunni yarmida o'tkazishlari, ya'ni kun davomidagi konsentratsiya miqdori kamayganligi hisobiga CDda o'tkazilgan test manfiy natija berishi mumkin. Va bundan tashqari qilinadigan testimizni kачествосiga ham qaraladi. Ya'ni muddati o'tib ketgan homiladorlik testi ham noto'g'ri natijani beradi. Bundan tashqari natijani to'g'ri olmoqchi bo'lsangiz, homiladorlik testida albatta CDga vertikal kirgizilgan holatda 3 daqiqa ushlab turishingiz lozim bo'ladi. 3 daqiqadan so'ng tekis joyga qo'yib qo'ysangiz, uni natijasi to'g'ri hisoblanadi. Keyingi usulimiz bu hamma ayollarimiz homiladorlikni aniqlash uchun UZIga borishlari, ya'ni UZI tekshiruviga borishlari. Bu qanchalik to'g'ri? To'g'ri, ko'pchilik ayollarimiz UZIga borishni to'g'ri hisoblashadi, lekin bu menga afsuski noto'g'ri. Erta srokda UZIda hech qachon homiladorlik aniqlanmaydi. Sababi homiladorlik qachonki 3 haftadan o'tsagina UZIda ko'rinadi. Ungacha homiladorlik aniqlanmaydi. Nima uchun? Chunki homiladorlik davrida 1 haftalik, 2 haftalik, 3 haftagacha homila bachadonda emas, balki turbada va tuxumdonda joylashgan bo'ladi. 3 hafta davomida bu homila bachadonga tushish uchun vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun hayzi kechikkan ayollarimga maslahatim, odatda hayzi kechikkandan so'ng 20 kundan keyin tushsagina UZIda ko'rinishi mumkin. Agar mabodo hayzi kechikib, hayzi 1 kun, 2 kun kechikkanda UZIga borishsa, albatta bunda homiladorlik yo'q deb diagnoz qo'yib berishadi va bunga ko'pchilik ishonib qoladi. Bu ham noto'g'ri. Uchinchi usul bu albatta qondan tekshiriladigan xorianin gonadotropin gormonini aniqlash, ya'ni HGChni aniqlash. Bu qanchalik to'g'ri? Bu hamma usullar ichida 100% natija beradigan usul hisoblanadi. Sababi homilador ayollarimizda qonda gonadotropin miqdori oshganligi uchun analizlarimizda buni titri oshgan miqdorda chiqadi va buni titriga qarab turib homiladorlikning muddatini to'g'ri aniqlasa bo'ladi. Bu qachon ayollarimizda homiladorlik gormoni oshib ketadi? Qachonki ularda homiladorlik kuzatilsa yoki bo'lmasam stimulyatsiyaga tayyorlangan ayollarimizda HGC olishganda ham qonda HGCning miqdori oshib ketishi mumkin. Shuning uchun homiladorlikni aniqlashda albatta hech qanday preparat olmagan holatda, ya'ni gonadotropin gormonini olmagan ayollarimizda qondan tekshirish to'g'ri natijani beradi. Agarda ayol kishi qondan gonadotropin gormoni balandligini ko'rsa, unda homiladorligi 100% tasdiqlanadi.
Qachon biz bundan tashqari higichini tekshiramiz? Qachonki ayollarimizda bundan oldin anamnezda yelbog'oz kasalligi bor, yelbog'oz kasalligi aniqlansa ham higichini topshiramiz. Bunda higichi ham baland chiqadi. Lekin bu homilador degani emas. Sababi yelbog'oz bu alohida homiladorlikdan tashqari kasallik. Agarda higichini to'g'ri tashxislashni bilmasangiz, albatta ginekolog ko'rigiga borishingiz va unga qarab turib to'g'ri tashxis olib borishingiz kerak bo'ladi. Oxirgi usul bu ayollarimizda o'zgarish bo'lishi. Ya'ni qanaqa o'zgarishlar? Homiladorlikka xos ko'ngil aynish, qayt qilish yoki bo'lmasa turli hidlarga sezuvchanlikni oshib ketishi, o'ng qovurg'a sohasida og'riq yoki bo'lmasa qovuqda, belda turli xil og'riqlarning mavjud bo'lishi ham homiladorlikning belgilari hisoblanadi, lekin bu ham ayollarimizda homilador degani emas. Yuqorida sanab o'tgan belgilarim bu albatta homilador degani emas. Agarda homiladorlikni 100% aniqlamoqchi bo'lsangiz, sanab o'tgan usullarimdan foydalanib aniqlashingiz mumkin va bu aniqlagan usulingizni albatta ginekolog ko'rigida maslahat qilib tashxislashingiz lozim. Shunda sizga ginekolog aniq homilador yoki homilador emasligingiz haqida tushuntirib beradi. Videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosishni unutmang va ginekolog muammolari yoki homiladorlik bo'yicha savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiring.